obunachilarimizdan hozirgi turishini eslab qolinglar. Bularni ko'rsanglar, yon qismlari korset fasonda bog'ichli modelda ishlangan. Shunaqangi ajoyibgina dvokalarimizni hamma bob, ham yonbob narxda olib kelganmiz. Albatta, oxirigacha eshitsanglar, narxi bilan aytib o'taman. Fasonni ko'ringlar, o'zim sevdim-ku. Qaranglar, shunda ustki qismlarni ham orqani bemalol yoptiradi. Shimlarni qaranglar, qanaqangi kengina yubka-burka fasonda. Albatta, cho'nchiklari ham bor modelimizda. Orqalari bilan qaranglar, ishoninglar, yengilligi hisobiga bitta olib kiysanglar, umuman hech kerak kelmaydi. Shunaqangi komfortli variantda bularni ranglari bilan ko'rsatib o'taman. Shunaqangi chiroyli rasvetkalardan olib kelganmizda o'zingizga ma'lumki, biz ko'p narsadan hamma narsani desak ham bo'ladi. Ranglar bilan taxlab qo'yamiz. Sizlar rang tanlashda umuman qiynalmasligingiz uchun bu modelimizning ham ranglarini qaranglar. Rusumkalari bir-biridan chiroyli. Qaysi biri yoqayotgan bo'lsa, bemalol belgilab ketsanglar ham bo'ladi. Albatta, sizlarga qulaylik maqsadida barcha viloyatlarga dastlabki xizmat mavjud. Endi mana bu rasvetkalarni qaranglar. Shunaqa chiroyli turib beradi. Matosi nima deb so'rayotgan obunachilarimizdan matosi doing shtampel, yumshoq, yengil, qulaygina variantda tanaga havo o'tkazadi, muzdekgina ushlaydi, faqat mazza qilib kiyaverasizlar. Mana shunaqa qora rasvetkasidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa bardoviy rasvetkalarni ham qaranglar. Kelganda nafisgina turadi. Vibra assortimenti qaranglar. Shunaqa katta olib kelganimizda mana bu rasvetkalar ham juda chiroyli albatta. Bularni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Fasoni juda ham qulaygina variantda, razmerlari standart bo'lishiga qaramasdan 44, 46, 48, 50, 52 razmerga kelgan opa-singillarimizga bemalol to'g'ri kelaveradi. Shunaqangi ajoyibgina dvoykalarimizni narxlari faqatgina sizlar uchun 250 ming so'mdan, oddiylar bilan almashtirmaymiz, sifatiga 100% arziydi. Bunaqa dvoykalarimizni Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi hamda Uchtepa tumanidagi magazinlardan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Magazinlarimiz ertalab 9 dan kechki 23:00gacha sizlarning xizmatingizda. Zakaz bo'yicha, lokatsiya bo'yicha tegida raqam qoldirganimizda hamma magazinda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Endi esa agarda yoqqan bo'lsa, kommentariyaga obzorimga 1 dan 10 gacha shunday baho qo'yib ketasizlar.